Kaori yenida o'ltirgan Sokichining qaddi qomatiga qarab ichida uningga xayr esanlik tiladi. U bu shirin tushning barbod bo'lmasligini chin ko'nglidan tilaydi. Muhabbatdan umid qilmagan chaqlarda turibla umid ushqinlari chaqnab qoladi. U yana go'yida kuchayib, go'yida susishib qoladi. Nasvasi nima amal? Shundaqdimi, nihoyat buning chechaklab meva beradigan davri yetib keldi. Münasibət üzülgəndən keyin bunun sizni yoxlab geliş o'rinsiz. Begin bu ishdan xabar topsa, cho'qim uningga qayidi. Bu nima deganingiz? Men munosabatimni izmidim-da. Rahmat sizga. Begimmo chin ko'nglidan munosabatni uzgani yo'q. Bu tarif sizga ayongo. Mening sizni tabrikligim keladi. Biroq men xotirjam bo'lolmadim. Beliqchiga taysingiz jafo tatib qolasiz. Qo'lingiz ishdan bo'shamaydi. Menmi dedim bununla? Gepim o'rinsizdi balkim. Anglasam, qiynatib bo'g'ichi o'rin tutib yetib qolgan odam ekan. Baxtli yashayman degan umidingiz yo'qqa chiqamikin deyman. G'amxo'rlik qilganingizga rahmat. Mening salomatligim yaxshi. Har qanday og'ir ishga bardoshlik bera olaman. Navoda beshimga kun tushsa, oldingizga maslahatga kelaman. Maslahat berib turasiz. U yerda ko'nglingiz suv ichmasa qaytib kelasiz, a? Xudoyim saqla. Oltinchi ayning 4-chi kuni Jongoning sharq-shimol rayonida Jangzolun o'ltirgan poyezdni portlatish vaqasi yuz berdi. Bu Yapon kanton armiyasi planlagan qasdlash vaqasi edi. Maqsad Manjuriyani egilib olish edi. 6 ayning 29-chi kuni Yaponiya parlamenti amallikni saqlash qonuniga tuzish kirgizib, hozirgi davlat egiligi bilan xususiy egilik tuzimiga qarshi turadigan siyosiy jamiyatlarni cheklash to'g'risida qaror ma'qulladi. Yana jinoiy ishlar qonuniga o'lim jazosi berish, muddatsiz qamoq jazosi berish to'g'risidagi moddani kirgizdi. 7 ayning 3-chi kuni Ichki ishlar vazorati mamlakatning hamma noyalarida oliy darajalik favqulodda soqchi idorasi qurishni qaror qildi. 7 ayning 24-chi kuni Adliya vazorati xalqning noto'g'ri ideyalardan saqlanishi uchun ideya tekshirish organi ta'sis qildi. Umaqligini buning. O'g'il tuqqan bo'lsam pek yaxshi bo'lar edi. Nimishqa? Onun ata-onasining ko'ngli bek yerim. Aslida ular egiligimizga varislik qiladigan o'g'il tug'di deb o'ylabdi ekan. Biroq u menga bu gaplarni demadi. Na ahli haqkan. Bu bechoraga o'g'il emasmi? Ular qiz bola tuqqanni mendan ko'rib yuriydi. Bu gapni nimish qishloq demaysan? Undaq desam balaga qolaman. Ering bilan munosabating yaxshi bo'lgandekin mayli emasmi? Nima desam bo'la? O'g'il tuqqan bo'lsam, ish boshqacha bo'ladi. Oiladagi o'rnimi yuqoriroq bo'ladi. Voy, hadamni kuchiga chiqyapsan-ku, ha? Kela. Men avaraman. Kela. Men kela. Ko'tirib uyga qo'ysa yomon igun oladi ekan. Ras. Kaori, sizmi to'y qilibsiz? Yigit nima ish qiladi? Ularmi jon yo'chimi? Yo'q. Apa, so'rab yerdikansan. Oy, so'rsam nima bo'pti? Beliqchi? Ha, beliqchiga yotliq bo'lay deyman. Chaqchaq qilma. Chaqchaq emas. Apa, Kaori menga o'xshamaydi. U yurib sinish to'y qiladigandan. Adam bormi? Ha. Hava bak isib ketdi. Xat keldimi? Men sizni avar qilaveradigan bo'ldim. Resiko. Kechirsiz. Sizga xat yetkazib beradigan ishni mashhada bo'ldi qilay. Yeri cho'bigim bilan soqchilar meni avar qilib yurmasin yana. Ha. Resiko. Men bo'lolmay qoldim. Hozir o'zimdan nafratlanadigan bo'lib qoldim.
Men özümning ojiz, iqtidorsuz ekanligimni tunib yetdim. Mendagi jangovarlik zotili qolmadi. Endi meni turmadan qo'yib bersimi, qayta qadimni Rossiya olmasligim mumkin. Siz balki bu gaplarimni anglab meni kamsitayotgan, qo'yin deb tillayotgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, men ana shunday bir odam. Siz endi meni yo'qlab kelmang. Men sizning bu jirginishlik turqimni ko'rishingizni xohlamayman. Rishiko, endi meni unutib keting. Xeyli vaqtlargacha ko'ngil ichish faoliyatlari kamdan-kam bo'lib turdi. Biroq bu yilgi yozliq bayram odatdan tashqari ko'ngillik o'tdi. Tayshuxon vafotidan buyanqi mushu bir yil ichida bir qatimli bayram faoliyati o'tkazilib boqmadi. Shunga bu yilgi Magnoliya bayrami nihoyat xushal-xuram o'tdi. Burundan qiz yigitlarning uchrashishi qattiq cheklanadi. Bu yil aksincha bir tilla erkin qo'yib berildi. Yoshlar hayajon ilkida ko'chalarga chiqishdi. Uzundan beri yuz ko'rishmagan Kaori bilan so'kichimi tepishib oldi. Choy ishirilib bo'lgan bo'lsa-mu, biroq ikkisi ayrim ko'rishishdan tap tortib turadi. Kaori? Sizlarga maqsadinglar nima? Men To'liq haqqa. Ava chiq deb yurmanglar. Bilib qo'yish bugun bayram. bugun bayram. Biroq Bo'ldi ketinglar. Siz o'ylanglar. Bo'ldi. Siz o'ylanglar. Achinglar. Sanayi! Bu ne ketkin? Sanayi! Çatak yoktu. Siz kim bo'lasiz? Menimi tanımayotgansiz. Ben Kavahara Hatani. Men sizni tanimayman. Ehtiyot qiling. Manga tekkichi bo'lmang. Nima bo'ldi sizga? Bilmayman. Biz shamoldab kiraylik. Bo'lamdi? Siz bekli ispashli qilib ketdingiz-ku. Men sizga ishonmayman. Har qanday er kishiga ishonmayman. Ishongil bo'lmaydi ekan. Shoakilim. Bu qizni akkasangiz bo'pti-ku, ha? Men sen Shoakil deyapman. Ma'qul. Hey, ayol xo'jayin ketdi. Men bilmadim, uslu o'ylanib ketdim ekan. Astag'firullah. Aslida u mushadi bo'lish kerak-ku. Sen bu qizning kimligini bilamsan? Bu Yerechu oilasining cho'ng qizi. Bilaman, hali qidongdar qiz shu. Mening onunga havasim keladi. Mening Kaoriga havasim keladi. Nima ish qildi? Bo'lan chapqularni yerib. Nimanda qisirtigi odamning nafsini to'xtab. Bu ikki oilaning munosabati bek nachar ekan-ku. Her ikisilar o'zini qattiq chaqlab, haqni yaratmaydi. Haqni to'van ko'rish yaxshi emas. Menimcha munosabat yaxshilik ketadi chunki ikkimiz to'y qilamiz. Biz to'y qila olamizmi? Nima? Kechiring. Chunki nurg'un ishlar yuz berdi. Men yana voqea yuz bermiskan deb ansirayman. Shunga qo'rqaman. Chaqchaq qilmang.
Men to'rimga tushgan beliqni qochirib qo'ydigan. Beliqchi emas. Men sizning qochirib qo'ymasligingizni umid qilaman. Bundaq tayini yo'q gaplarni qilmaylik-chi. Xafa bo'ldingizmi? Xafa bo'lsam, qanday qilasiz? Yig'layman. Andaqda yig'lab yiqitgansizda. Ha. Eliq ketimmi? Shu chaqda ko'nglim bak yerim bo'lgan. Sizni ikkinchi ko'ramasmanmikin deb o'ylagan. Eliq kuni haqshimitiga aymo. Bugungidekla yeshingizni Vol chaqnatib turgan. Bak chiroyli bo'lib ketgandingiz. Shu kundagi ay. Yodingizda ilmi bor ekanda. Nimani dedingiz? Ikkimizni deyman. Yana bir qitir sinab ko'ramdik. Mayli. Ne oldu? Yılan! Oh, hayvan! Vay canım! Kimden kaçtı bu? Keçirsiz. Sen nelik? Hey! Keçirsiz diyen bilenli iş bitmeydi o. Bilem sen, ben kim? Ben diyen, yatar o. Yatar o, siz mi ettiniz? Kavri mi siz? Sanayi? Sizden hoşup gitey, bizning işimizni hech kimga aytmasınız. Әтә ятлық қылынадыған күн еді. Шуңа бүгін кече Каори апсыға якын ятты. Papa. Bu qitim men əmdi keçib gəlməyəm. İlahim şundaq qıl. Zerikib qalasızmıkin? Məndən ғəm qılma. Senin toyunu qıvasamla, menin ғemim tügəydi. Öydə yalğız qaladığan boldunuz. Xatırcam bol. Xenimnin kesiligi qarayman. Xolum xoşullamı halimdin xəbər ettirdi. Turub, xoşullarının qızlarını yığıb tik küçülükünü ögütəymikin dəp mi oylavatımən. Mən oğul bala bob qalğan bolsam mı kaşki? Neymişqa? Öyge kelin əkiletdim də. Kalvanın davatqan gepini. İş çıkıp qalsa telefon urun. Mən şu zamat aldığınızda ünümən. Xiyalını qılma. Həmmi kişi bilən inaq ötkin. Bəzilə seni toqalının qızı, yoki yerici ailəsinin qoğlanğan qız dəb kəmsitiş mümkün. Bulaq çıdaşlıq bə. Ular haman bir günü seni toğru düşünüdü. Mən qorxmayman. Meni so kiçik qoğdaydı. Zat atmaydan qeylin.
to'y kuni atiganda kuyovg'il so'kichi, elchi siziki kensiki er-xotin, yana simada cho'shi er-xotin ham qizi Riko cho'shiga keldi. Ayni chog'dagi qoida bo'yicha kelin ko'chirgichilarning soni toq bo'lishi kerak edi. Ular 11:30 bo'lishdan avval yetib kelgan edi. Odat bo'yicha 39 gradusli qaroqni ichib bo'lishi bilanla to'y ziyofati boshlanib ketadi. Bu qitimqi ziyofat 2 soatcha davom qildi. Ko'p rahmat. Bundan keyin yana sizni chiqavar qilamiz. Әмсі, Kaorini sizga topshirdim. G'am qilmang. Mağdığan vaqtimiz bo'ldi. Xo'shamsiz? Yo'l bo'lsin. Xo'sh, kent boshlig'i. Mangaydi. Әмсі yo'l bo'lsin. Rahmat sizga. Yo'l bo'lsin. Mağdıq əmsə. Oy, heç yox. Bunchilik araqqa ishni bo'lmaymiz. Xo'sh, әмсі. Yaxshi kutib oldinglar. Sizga ko'p rahmat. Pat-pat kep yo'qlab turasizlar. Sana baxtiyar bo'lay. Rahmat. Mamay nimaga qarab tursa, tez bo'l. So'y. Nung chiqama. Kelin ko'chirgichilar yerim yo'lda Boyomo butxonasida tavob qilib bo'lib, Taka kentining kent boshlig'i Mikoning uyida dam berishdi. Kishilar yo'l to'pida tuqqunining uyida birdan hordiq olganni, orliqda hordiq elish deb otishdi. Kelin qiz mishada hamma kiyimini butunlay almashtirdi.
Yuko bilan Ichironi bu yerda uchirtib qolarini faqat o'ylamagan edi. Kaori cho'nqur ta'sirlandi. Ular ikkisi trallobusga o'ltirib, Uttur Togavaga kelgan edi. Kaori ojisi bilan inisini to'yga chaqirmaganligidan qattiq pushaymon qildi. Voy, baraneri. İçinla. Dur. Akine. Mani içinla. Beni. Mana. Kawamura. Bir naqsh etib bermamsiz? Esam etay. Şundaqmı? Çirəli xo'p ketibdimi? Sizmi biz bilan birga borgan bo'lsangiz, bek obdan bo'lar ekan. Kalva. Basam hıqsız jo'cha qilmamdi. Sokochi oxir murodiga yetdi. Uning ko'ranglikini demaysiz texi. Seningmi baldiroq to'y kiyimi yo'qmi? Qizlarning hammasi o'ylaydi. Shundaq. Kela. Sigara kirib qolgansa. Agar mening gapimga kirgan bo'lsang, qanday yigitga tegma desang, shundaq yigitni tep beretdim. Mangayli. Trallobus to'xtab qolmasin. Hey. Kent başlığı. Siz bak öz beşimci adamkensiz. Öz beşimchi? Gapni qaravroq qilingchi-mi? Taka kentinin beji Jeban ayisi bo'yicha eng yuqurgan. Bu qanday ish? Men shuni so'rayda turib. Buni hayron qoldik nima sabab? Togava port qurilishining xarajatining ko'p qismini yerlik ko'targan tursa, uni siz bekitganmi? Siz o'ktish kent dayatlariga tahdid vositasi qo'llanyapsiz. Beliqchilarning turmushini qo'g'dash uchun dengiz sayladisining oldini olish uchun shunday qildik. Sizlar menga rahmat etmoqda yo'q, norozi bo'lyapsizlar-ku. Pulni nemishqa davlatdan naydin olmaysiz. Beliqchilar bojini to'layolmay, hatto ba'zilari qizlarini setishga majbur bo'lyapti. Mening senda qaraqgacha gapim yo'q. Men qaytay. Sen kelsangmi men deydigan gapimni yana daverma. Hey, to'xta. Meni saqlab turing. Cho'shining qoidasi bo'yicha kelin yutkash murosimi atsi bosh to'g'i chillag'onga qadar davom qiladi.
Ziyofat oxirlashganda Sokichi mastlikdan xudini bilmay yetib qoldi. Teştiripsizlar. Teştiripsiz. Ay Samo, tamağımni akiling. Xo'p. Yenge, siz nima qilyapsiz? Men bulardan uy ishini o'rganyapman. Bu ish bo'lmabdi. Akam buyurdimi? Yo'q, hech kim buyrug'ini yo'q. Tova, begim qamlashmagan odamkan. Hech ish bilan kori yo'q. Uyqudan bosh ko'taramaydi. U Togavadagi filiqchilarning shaniga tushirgan bo'ldi. Kayro. Dadisi. Anlavatamsiz. Bu qiz Sokichining ayoli. Ismim Kaori. Ko'proq otidachilik qilala. Obdan qizgan. Dadisi, bu qizga cho'qim amroq bo'lib qolasiz. Kaori. Bu to'g'ri. Dal mush qiz. Sokichi murodiga yetdi. U qizning o'zini oldi. Chiroyli qizga. Rahmat. Dadisi, tushundingizmi? Bu Sokichining ayoli, men sizning ayolingiz. Erim Tugava tavasida eng ishchan beliqchi. Shunga kishilarning hammasi uni usta beliqchi bonki deb ta'rifini qilishidi. Agar u haroqqa ayol kishiga o'zini urib ketmagan bo'lsa, bu kamga ishchilar uyushmasining boshlig'i bo'lib ketar edi. Amin. Qalaymiqan so'zlama. Bu odamni İkinci kuni kelgan mehmonlarning yerimidan to'lisi shirin tuqqanlar edi. Ona taraf tuqqanlardan hech kim kelmagachkan Kaori sal o'ng'aysizlandi. Bu kuni kecha Kaori bek charchab ketgachga tong etish yaqin ziyofat oxirlashib uxlab qoldi. Mening ismim Sui. Filmning xizmatiga yordamchi kelgan xizmatchi. Ko'proq otatorchilik qilasizlar. Va jon yupurab ketdi. Nima deding? Gap sesib ketdi. Qaranglar, uning yuzi dengiz alvasining yuziga o'xshaydi ekan. Dengiz alvasi degan nima? U degan paraxotning jini. Nima meni jinga o'xshatsizlar? Qarang, o'xshaydi degan o'xshaydi. Odamni bo'zaq qilishma. Hey, sen kirib xonimga Togava sohilida jon yujini qizni yoqtirganlar bor ekan deb qo'y. Ras. Shuna deb qo'y kirib. Voy, shirgan qapdak bakan qo'sini. Kaori Sokichi begimning talviga binoan tekkan. Agar sizlar qosh tursanglar, men xonimni ep ketaman. Nima? U Allah. Er kishi turib ayol kishining kendidan g'ayvat qilishirgunni kim Kaorining yomon gapini qilsa, men u kishini hargiz kechirmayman. Üçüncü günü hoşnunla kütüp elindi. Dördüncü günü asaslığı Sokichining dostları geldi. Ular hakikaten kimi igisi bo'lishga munosib ish qildi. To'y markasini tabriklash faoliyati oda 4 kesh kunduz davom qildi. Kaori bilan Sokichi to'yning 5-kuni saharga kelgandilar, ondan jam bo'lishdi. Mehmonlarni ustib oldik. Yeb ichib 4 kunni o'tkazibdik. Bundaq bo'ladi. O'ylamagan bo'g'idingiz? Shundoq. Erib ketdingizmi? Hargandek turamdim. Yo'q. Amsi yaxshi. Tuqqan yar birodarlarim hayron qopdi. Sizni bek chiroyli ekan deyishib ketdi. Rasma? Ras.
Ba'zilar hasadmi qilishdi. Biri mendin ko'zini faqatla uzmadi. O sizlikning qizi. Aranglarda bir ish bormidi? Mumkin emas. Yo'q, gapni qilmang. Ne varsiz? Ularga yordamlashib beray. Bugun ishni ular qo'yib bering. Siz yengilin emasmi? Biroq Karınız olmasın. Rastını etsem, ben siz bilen toy kıla alışımga işenmegen. Elimi tazı işenigim kelmeyivatodu. Bu dinim rast. Bek yaxshi oldu. Rahmat sizga. Yo'q, men sizga rahmat aytishim kerak. Navbat sizga teganmagan bo'lsam, umr bo'yi to'l o'tatdim. Kaori. Keymi xo'jayinin ayoli bo'lish oson emas. Uni ustiga siz dengiz bo'yida tug'ilmagan ishqib ko'nmagingiz tez. Qo'limni qo'yib bermay ching tutsangiz, jiddiylashamsingizlar bo'ldi. Men qo'lingizni hargiz qo'yib bermayman. Men hammadan qo'lingizni bek yaxshi ko'raman. Biz dastlabki ko'rishganda siz mushu bir jup qo'lingiz bilan barmog'imdagi yog'ochni ilib o'tgan. Bekatdimi mushu bir jup qo'lingiz bilan qo'limni ching siqqan. Bu beliqchining qo'li qandoqli bo'lsin? Qo'limda beliqni hidi purab turdi. Menmi beliqchining xotiniga. To'g'ri dedingiz. Bugundan boshlab siz beliqchining xotini oldingiz. Sokchi. Yatqan mıydınlar? Yo'q. Ağıylarың yana qaytib kepti. Kelinni qaytadan ko'rimiz deydi. Yetib qoldi desammi, ola ketkili unumidi. Uxtum. Ben chiqay. Qizim, olani kechiring. Ola dap 101 nimalar. Mavo avarchilikni. Men siz bilan birga chiqay. Hojat yo'q. Siz uxlayvering.
To'g'rimadingiz mı? Yo'q. Ağaylarınız ketdi mi? Arani yo'q saldim. Sakçı. Men hiç işini bilmeydiğen kız. Kim xo'jayini bilen beliqchining turmushi qandaq bo'ladi? Faqat xabarim yo'q. Ammo siz bilan bir yo'lda minib qoldim. Men bu dunyoda baxtimni topdim. Mening buningdan boshqa hech qanday orzuyim yo'q. Men har qanday qiyinchilikqa bardoshlik bera olmayman. Mendan hargiz g'am yemang. Aslida bu dunyoda baxtga erishgan men. Siz mening jinim. Men sizni mangu qadrlayman. Sakçı. Kaori. Bu çişim emasdi. Men rastımla Sakçı'nın ayali bo'ldimmi? Rost, biz er-xotin bo'ldik. Rost. Biz er-xotin